Adasi, bilaman. Hozir ishlaringiz yaxshi emas. Oyjonni osh yegalari kelibdi. Nima deyishni bilmadim. Uyda ro'zg'or qolmagandi. Shunga ishdan qaytishingizda bir amallab xarajat qilib kelarsiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Rahmat. Keling. Oshchi mahsulotlari bor-a? Bor, mana bu yoq tomonda. Okey, shu mahsulotlardan olib tursam-da, daftaringizga yozib turing, berib ketardim, maylimi? To'g'risini aytaymi? O'tgan safar shunaqa qilganimga rosa gap eshitganman. Bera olmayman. Oldin berardingiz, aka. Endi oldinda hozir bera olmay qolsangiz, keyin meni bo'ynimga qolib ketadi. Shunga bera olmayman-da. Mayli unda. Mayli, kelib turing. Bu holda xavotir olma, pul ko'p. Yetgan narsalaringni oldim, onasi. Onamga ham, mana qo'limga oldim. Mandarin bilan bananni zo'ri. Xo'p, pul mashinada qolib ketib, olib tushib beraman. Yo, ertaga yo'li tushganda tashab ketarsiz, aka. Assalomu alaykum. Vaqtida keldingiz. Osh tayyor. Ojon kutyaptilar. Keling, kiring. Ojon, xush kelibsiz. Voy, baraka toping. Nima qitiribsan-ki? Ha? Hozir. Ojon, oling. Rahmat bolam. Qani olinglar. Adasi, choydan oling. O'g'lim, juda ham osh yegim kelgandi. Baraka top, ro'zg'orlik qilib kelibsan. Olinglar bolam, sovmasin osh. Oling oyijon, oling. Qani, bismillah. Adasi, qarang, sizga nima oldim? Anchadan beri yupqa kurtkada yuribsiz. Olmax do'kondan sizga issiqqina kurtka oldim. Bitta kiyib ko'ring. Nimaga meni erkaklik g'ururimni oyoq osti qilib, otangdan pul so'rab yuribsan? Yo'q. Men hech kimdan pul so'ramadim. Unda shuncha narsalar qatdan. Ro'zg'or, kiyim. Nimani sotding? Ko'ylagimga deb pul bergandingiz. O'sha pulni ko'ylagimga emas, uyga deb olib qo'ygandim. Xavotir olmang. Bu pullarning hammasi o'zingizniki. Ishlaringiz yurishib turgan paytda so'raganimni muhayyo qildingiz. Yeganim oldimda, yemaganim ortimda edi. Nimaga endi sizning ishlaringiz yurishmagan paytda men sizga yordam bermasligim kerak? Bilib qo'ying, adasi. Erkak kishini boyligi uni tushunadigan juft haloli borligida. Axir biz bir oilamiz-ku.